keyin keladi. Keyin bu mashinada keladi jalab ani qiz bilan. Keladi-da, "Sen men telefon olmoqchi bo'lgan" deydi. Yiban, qayerda ko'rgansiz shunaqa deyishini? Qayerda bor bilan, jinni bilan. Keyin u ham to'g'rida gapiravering, o'zingizda bo'lavering deb qo'yadi. O'zida bo'lmasa, o'zi keltirib qo'yadigan deyishadi. O'zi aktrisa 5 minut oldin gaplashganman Amatcha bilan. Keyin bo'pti-da, xullasda men telefon ko'rguncha deb qo'yadi uncha ham chala. Keyin u ham erkegingiz tushsin, haligi joyda komment yozasizlar-ku, ko'p odam voy iPhone, ya bu gapirmaydim, men gapirgan joyda deb qo'yadi. To'lka aytayapti unga. Men gapirgan joyda bu gapirmaydi, keyin yozadi-yu, ko'zi qonga to'lgan bolalar. Endi hammadan nafrat, hammada kredit pul to'lanmagan, kimdir xotini bermagan, kimdir er itarmagan, miyaga chiqib kimgadir yozish kerak-ku kommentariyani. O'sha payt, "Voy, pidaraz o'tirishini qara" deydi. U bechara, u ham aktyor o'zi. iPhone'ingiz yondigini qara, bu deydi haligi joyda pizdes ketadi komment. Hamma nafrat, hamma gunohga botyapti. Bu fitna, bu sahna ko'rinishligini ular aytmaganligi uchun bu real hayotda bo'lyapti deb o'ylayapti. Bu yerda odamlar yozadi jalab. Bular hali u dunyoda gunohiga ham qoladi uni jalab. Keyin chiqib qoladi-da, o'zi $1000 ham turmaydigan iPhone'ni 2000 deydi hayiga. Keyin aytadi, "Jinnimisiz?" Endi unga ham komment yozadi. Bu jinnimi bu qiz? Odamlar yozadi-yu, nafratda-yu hamma. Bu dalboyobmisan, o'zi $1000 ham turmaydi-ku, basharangni qarab turishini. O'tdi kommentda uni labini ham gapirishadi, turishini ham, gapirish ohangini ham, sansirashini ham, tarbiyasini ham hamma yig'ilib qolgan gnefi yozadi haliginga. Ani qizga nima foyda?